Hop, hozir motor zaminaga kelganmiz bu holatda. Eski motorni joyidan o'rnidan yechib oldik. Motor shu holatda. Zamina qilganamiz, keyin yangi motorni qo'yib. Podacha jo'natilgan tayyorlab oldik. Filtrdan kelayotgan uni to'g'rilab oldik. Zapravishni bo'lsa, zapravishni to'g'rilab oldik. Yürüdüler ülkelerim köçelerde mağdin. İzmeni gömündür. Zapravishni unidagi imенно hammasini qo'yib olamiz, sababi hammasi svarka tayyor bo'lgandan keyin bunaqa tayyor bo'lgandan keyin vakuumga qo'yiladigan joy bo'ladi. Shu vakuumda qo'yganingizdan keyin havo chiqib ketmasligi uchun sanaladi holat. İşlerini yürütemiz Nokia'da bir günü yaparım ona pop Tony Montana değil. Gece uklamin işledim uyuladım. Shu fremur jarayonida yana shu holat. Amperli 5 ta bo'lsa, kronometrda o'ynamiz, yo'lga yaqinlashmagan. Uydagi biz bu holatdan tashqari yana mana bu gradusligimiz ichkari 16 ni ko'rsatyapti plus. Bu nima degani, ya'ni ichkarini men 5 ga qo'yganman. 5-6 gradus bo'lganda avtomatik motor tashlash kerak. Hozir podacha qo'lni kuydiradigan darajada, sababi 600 frem issiq kuydiradigan darajada ishlaydi. Obrotkasi iloqmali, yoqimli darajada bo'lishi kerak. Xuddi shu holatda bo'lyapti. Chiqib ketsa ham bo'laveradi, lekin klient uchun hozir 5-6 gradusni kelgandan keyin motor tashiydi. 100% klient uydamiz. Uvereniy bo'lib chiqib ketamiz, o'shani kutib o'tiribman. Motor hamma narsani tayyorlab oldik, xudo xohlasa. Zapravishnilarni ham tayyorlab bo'lganimizdan keyin vakuumga qo'yib qo'yganman. Frem urishimiz uchun vakuumda maksimal yarim soat turgani ma'qulroqda. Uy egasi ham ana ajnaliyada qarab turibdi. Xo'p, yarim soatdan keyin zapravkaga o'tamiz. Xo'p. Vakuumdan chiqarib oldik. Xudo xohlasa, frem urish jarayonidamiz. Holat aslida amperlarga ulab qo'yib, tekshirib, podachani ushlayman, shu holatda qizdiradi. Obratni qaytarib muzlashga bo'ladi. Normada ochib, yopib. Xolodilniy sistemasida shunaqa. 10 minut, 5 minut o'tirib, urib yana ochib, yana 15-10 minut o'tirib normada qilib davleniyani keltirib olinadi. Hozirgi turgan davleniyasi podachani ushlaymiz, issiq. Obratga endi qaytishni boshlaydi. Ma'lum miqdorda amper hozir 6 ga kelyapti. Xolodilniy amperi 8 ko'rsatyapti. Biz normaga olib kelamiz amperlargacha, xolos ideal. Xo'p. Xudo xohlasa xolodilniy bitdi. Ichkari minus 22 volt, gradusniyda tashqari 11. Inson kech qolib ketdik, sababi zapravishni svarkam hisobiga bog'liq bo'lib, klient uyda xudo xohlasa bitirib, hammasini cho'tka qilib o'zlariga topshirib ketaman. İşlerini yürütemiz Nokia'da bir günü yaparım ona pop Tony Montana değil. Gece uklamin işledim uyuladım.